Bunday diyetalar organizmga faqat zarar keltiradi. Bugun men sizga ozishning haqiqiy sirlarini ochib beraman. Juda ko'pchilik shifokorlar bu haqida aytmagan. Bu keyin to'planib, oxiri g'ilqillagan yog'ga aylanadi. To'g'risi, ishtahangiz kamayadi va ortiqcha ovqat yeyishning oldini olasiz. Agar shu usullarni, shu qoidalarga amal qilsangiz, natijasi uzoq kutilmaydi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi mavzuyimiz dunyoning 70% aholisi shu kasallik bilan qiynalib keladigan kasallik, albatta ortiqcha vaznlilik bo'ladi, chunki bu juda ko'pchilik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Jigarda, yurakda ham bir necha xil kasalliklarni keltirib chiqadi. Xo'p, bugungi mavzuni oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman, chunki ilmiy tilda agar tushuntiradigan bo'lsam, ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. O'zingizni qiynab keladigan savol sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qanday qilib ozish va hayotingizni o'zgartirish mumkin degan savol bo'ladi. Juda ko'pchilikda shunday savol qiynab keladi. Siz ham ozishni xohlaysiz, lekin qanday boshlashni bilmaysiz. Dieta qilsammi, zalga chiqsammi, cheklovlar, bularning barchasi sizni qo'rqityapti, bilib turibman. Unda bu video aynan siz uchun. Bugun sizga ozishning eng muhim qoidalarini tushuntiraman. Top 5 ta narsa bilan ozsa bo'ladi. Top eng oson 5 ta usul. Bugun men sizga ozishning haqiqiy sirlarini ochib beraman. Juda ko'pchilik shifokorlar bu haqida aytmagan. Xo'p, bu oddiy emas, lekin natijasi kafolatlangan. Har kuni minglab odamlar ozish haqida o'ylaydi, lekin aksariyat faqat rejalashtirish bilan cheklanib qoladi. Dushanbadan boshlayman, keyingi oydan ro'za tutaman, yangi yilda albatta ozaman. Bularning barchasi ortga tortadigan bahonalar hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar, bu hammada bo'lgan, menda ham bo'lgan. Mana bu ishimni dushanbadan boshlayman, bu ishimni bu yildan boshlayman, yangi oydan boshlayman deganman, lekin bu barchasi xom xayol, xom tashvish. Barcha ishlaringizni orqaga suradigan mana shu o'y xayollaringiz hisoblanadi. Bugun sizga ozishning eng muhim qoidalarini tushuntiraman. Top 5 ta narsa bilan ozsa bo'ladi. Top eng oson 5 ta usul. Agar shu usullarni, shu qoidalarga amal qilsangiz, natijasi uzoq kutilmaydi. Nega ozishingiz kerakligini aniq tushuning. Birinchisi, savol sizga. Bu ana shu savolni o'zingizga bering. Nimaga ozishim kerak? Sabab nima? Nima uchun menga ozish muhim? Xo'p, ko'pchilik ozishning asosiy sababini chiroyli tashqi ko'rinishda deb o'ylaydi. Albatta bu ham muhim, lekin eng katta sabab bu sog'liqdir. Chunki aytganimdek, yurak kasalliklari, diabet, bo'g'im muammolari, hatto depressiyaga ham olib kelishi mumkin. Mana shu ortiqcha vaznlilik. Agarda hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring va jarayonga jiddiy yondashing. Kechikmang, kechiktirib bunaqa xom xayollarga berilmang. Qattiq dietalar sizning asosiy muammoingiz hisoblanadi. Tez ozdiradigan dietalar haqida eshitgansiz, to'g'rimi? Eshitgansiz va ko'p, mendan tashqari chiqaradigan shifokorlar juda ko'p. Kunida 10 kilogramm yo'qotish, faqat grechka yeb 5 kunda ozish, oziq-ovqat butunlay voz kechish va mukammal qomatga ega bo'l. Bu gaplar sizga tanishmi? Bilaman, ko'pchilik eshitgan, tanish albatta. Xo'p, men sizga haqiqatni aytaman, mana haqiqat. Bunday dietalar organizmda faqat zarar keltiradi. Chunki juda oz kaloriyali ovqat iste'mol qilganingizda organizm stressga tushadi va yog' emas, balki mushaklar ham yo'qolishni boshlaydi. Mushaklar ham distrofiyaga uchraydi. Mushaklar yo'qolsa, metabolizm sekinlashadi va natijada yana tez semirasiz. Bu kafolatlangan. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. To'g'ri ovqatlanishni o'rganing. Ratsioningizni oqsillar, foydali yog'lar va murakkab uglevodlar bo'lishi kerak. Muhimi och qolish emas, balki muvozanatni saqlash. Sport zal shart emas mana shu narsa. Lekin harakat shart. Chunki sport zalga chiqaman, fitnessga chiqaman, ko'pchilik aytishi mumkin, lekin bir xillarni bu sharoitini ko'tarmaydi. Bir xillarga bu qimmat joyga borish, buni tashlab qo'yishlaringiz ham mumkin. Ko'pchilik ozish uchun sport zalga borish kerak deb o'ylaydi.
lekin bu noto'g'ri. Agar zal sizga yoqsa, juda yaxshi, lekin agar yoqmasa, unda boshqa yo'llarni tanlang. Boshqa yo'llari ham mavjud. Men hozir buni sizga aytaman. Siz oddiy yurish bilan ham ozishingiz mumkin, aziz tomoshabinlar. Har kuni 10 ming qadam yurishni odat qiling. Ertalab 10 daqiqa yuguring. Uyda oddiy mashqlarni bajaring. O'tirib turish, press mashg'ulotlari. Muhimi harakat qilish. Agarda kuniga 30 daqiqa jismoniy faollikka vaqt ajratsangiz, bu organizmingiz uchun mo'jiza bo'ladi. Chunki organizmga juda foydali. Faqat vazn yo'qotish emas, boshqa kasalliklarni ham oldini oladi. Suv ozishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Ortiqcha vazn yig'ishning 50% sababi noto'g'ri ichimliklar, gazlangan ichimliklar, shirin choylar, shirinliklar, sharbatlar, bularning barchasi vazn ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Eng yaxshi ichimlik oddiy suv. Kuniga katta yoshli insonlar uchun bundan oldingi videolarda ham aytib o'tganman, 1,5-2 litr toza suvni iching. Chunki suv organizmni tozalovchi xususiyatga ega. Hujayraning 90% suvdan iborat. Azizlar, xo'p, agarda ovqatlanishdan oldin 1 stakan, ya'ni 150-200 ml atrofida suv ichsangiz, ishtahangiz kamayadi va ortiqcha ovqat yeyishning oldini olasiz. Shuningdek, suv organizmni tozalaydi va yog'larni parchalanishiga yordam beradi. Spirtli ichimliklar va shirinliklardan voz keching. Siz men kam ovqatlanaman, lekin ozmayapman deb nolishingiz mumkin. Ko'p hollarda muammo shirinliklar va spirtli ichimliklardir. Shakar bu bizning eng katta dushmanimiz hisoblanadi. U metabolizmni buzadi. Shakar yemang demayman, me'yorida. Qondagi insulin darajasini oshiradi va natijada ortiqcha vazn yig'asiz. Agarda ozishni istasangiz, shakar miqdorini kamaytiring. Chunki organizmda qonda shakar yetarli miqdorda bo'lsa, oshqozon osti bezidan insulin gormoni ishlab chiqariladi. Insulin shakarni, glyukozani glikogenga aylantirib, organizmga yig'ishni boshlaydi. Glikogen nima bo'ladi? Organizmga yig'ilgandan keyin u jigarda yig'iladi, terida yig'iladi, zapas sifatida. Bu keyin to'planib, oxiri bilqillagan yog'ga aylanadi. To'g'risi. Biqinda, qo'llarning tagida, bo'ksalarda, hamma joyda yig'ilishni boshlaydi. Asosiy qorin, biqin, bo'ksalarda mana shu qorin yig'ilishiga moyil bo'ladi. Bu erkaklarga nisbatan ayollarga foizi juda balandroq hisoblanadi. Spirtli ichimliklar ham organizmga juda zararli hisoblanadi. Ular kaloriyaga juda boy va metabolizmni sustlashtiradi. Agar chindan ham ozmoqchi bo'lsangiz, ozishni xohlasangiz, ularni hayotingizdan, xayolingizdan chiqarib tashlang. Harakat qiling chiqarishga. Natijaga emas, jarayonga e'tibor bering. Chunki ko'pchilik insonlar, ko'pchilik o'yinlarda ham, boshqalarda ham, sportda ham aytishganki, muhimi o'yin emas, muhimi qatnashish. Sizga esa shuni sal boshqachasi. Natijaga emas, jarayonga e'tibor bering, azizlar. Ozish bu bir kunda bo'ladigan jarayon emas. Tez natija umuman kutmang. Bor shunaqa dorilar, yo'q emas. Shifokorlar lekin aytmagan. Bor shunaqa dorilar sizga to'qlik hissini beradi, lekin organizmingizga juda ko'p foydadan ko'ra zarar keltiradi. Sizga garantiya beraman, bu dori sizni ozdirishi aniq. Lekin zarari shunday ko'pki, bu dorini ichmaslikka qaror qilasiz. Birinchisi, taxikardiya, yurakning tez ishlashi, o'ynashi. Ikkinchisi, gastrit. To'qlik hissini berganligi sababli gastrit chaqiradi. Oshqozon yarasini paydo qiladi. Uchinchisi, organizmdan yog'ni yo'qotishga yo'qotadi, lekin zarari ko'p. Uyqusizlik. Uchinchi, eng asosiysi uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Azizlar, bu dorini undan ko'ra yemagan yaxshi. Agarda qisqa vaqt ichida juda ko'p vazn yo'qotsangiz, u yana orqaga qaytishi mumkin. Orqaga qaytishi foizi baland. Shuning uchun muhim qoidalarni eslab qoling. Har kuni kichik odimlab tashlangan, haftasiga 0,5
1 kilogramm yo'qotish, ya'ni yarim 1 kilogramm yo'qotish bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agarda sabrli bo'lsangiz va doimiy harakat qilsangiz, albatta natijaga erishasiz. Bugun men sizga ozishning haqiqiy sirini tushuntiraman. Endi esa navbat sizda. Chunki men hozir 5 ta eng oson usullarni aytib o'taman. Siz faqat buni qo'llashingiz qoladi. Birinchisi to'g'ri ovqatlanish. Ikkinchisi doimiy harakatda bo'lish. Uchinchisi suv ichish. To'rtinchisi shirin va zararli ichimliklardan voz kechish. Beshinchi eng muhimi sabrli bo'ling. Sabrli. Sabr tagi sariq oltin deyishgan. Agarda shu qoidalarga amal qilsangiz, natija albatta bo'ladi. Eng asosiysi bugundan boshlang. Keyingi surmang. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki inshaalloh 6 oyda 10 mingta obunachi yig'ish maqsadim bor. Keyingi videolarda yana uchrashguncha sog' va salomat bo'ling. Xo'p, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Kommentariyaga agar qaysi kasallik haqida yozib qoldirsangiz, men o'sha kasallik haqida to'liq ma'lumot berib, uni davolash usullari haqida, tabiiy davolash usullari haqida tushuntirib beraman. Kommentariyaga yozib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan doktor Erkin Ergashev bo'ldi.